Hattoki bu biza ichimizda bu ehtiyojlar uchun o'zimizni urishamiz, o'zimizni so'kamiz ba'zida-da. Chunki inson o'zini tushunmaydi. Nechidir yoshga kelib, chunki insondagi gormonal o'zgarishlar sabab bu holatlar inson tanasida kuchayadi va siz o'ylaysiz, ta'sir qilmaydimi? Yo'q, kayfiyatingizga ham ta'sir qiladi. Sog'ligingizga ham ta'sir qiladi. Hamma jarayonlarga bu ta'sir qiladi. Lekin biz buni yutamiz. Lekin biz bu tomonlarga e'tibor bermaymiz. Mavjudot sifatida shunaqa ehtiyojim bor, demak menda shunaqa xohishlar paydo bo'lyapti yoki men nimadir xohlayapman-da. Xo'p, endi buni men qanday kontrol qilaman? Ya'ni kontrol degani men yomonman yoki men qanaqadir aybdorman emasda, uni tushungan holatda qanday balansga keltiraman? Qanday yo'llari bor? Demak, bu tabiiy holat. Demak, insonda shu ehtiyojini borligi nima ekan? Tabiiy holat. Biz farishta emasmiz. Buni unutmanglar. Ko'pchilikda aybdorlik, o'zini xatokor his qilish mana shu tushunchadan ko'pincha kelib chiqadi. Biz o'zimizni kechirmaymiz, e'tibor berganmisizlar? Nimadir qilgan jarayonimiz uchun keyin o'zimizni kechirmaslik qayta yana ham kattaroq xatoga olib keladi bizani. Ahamiyat bersanglar. Inson bo'ldi o'sha qanaqadir qilgan ishini kechirib qo'yib yubora olmaydi. Xudo uni kechirishi mumkin, lekin u o'zini kechira olmaydi. Va yuraveradi o'sha aybdorlik bilan. Demak,